Dumaladi aka, mana hozir bor. Qasini qarang. O'zidan birinchi korobkasi ko'ndiydi molni qarang akalar. Voh, mashalloh. Yo, bunisini tanlaysizmi akalar? Qarang. Bo'ynidan katta buni orqasi akalar, buni qarang. Aka ko'zni yumib turib tanlashaveradi aka. Ha? Yaxshi, yaxshi. Lekin bularda aka dekabrgacha boqib qo'ygan odam bor-ku. Maza qilib olsa kerak a. Olishsin, boqsin aka, dehqonlarimiz buni foydalanishsin aka. Tayyor varish bularni. Qarang akalar. Voh, mashalloh. Buni ovozga olgandan keyin akalar birinchi, ikkinchi oyda aka foydani ko'zlaymizda. 1 yil boqqan odam 1 yillik foydani keyin 12 oyga akalar bo'g'oz yurishini qarang, bo'g'oz. 3 oylik, 4 oylik bo'g'oz ekan. Mana buni qarang. Mana qarang. Sog'lomman degan savoliga javob mana akalar. Ha bo'ldi, egurorma, Hammaga assalomu alaykum, Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qon iqtisodiy zonaga kelganmiz. Akalar sotiladigan toza limuzin ovozamiz boshladi. Birma-bir hozir ma'lumotini beramiz. Bugungi sanamiz 9-iyul haftaning akalar payshanba kuni. Akalar brend novvoslarni olib keladigan Ayibxonni fermasiga kelganmiz. Ayibxon, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum aka. Bo'lyaptimish-lar? Hamma narsani tozasini olib kelasiz aka? Inshaalloh. Keladi. Bir oyda akalar bitta mol olib keladi, lekin mana shunaqa tozalarni olib keladi. Novvosamiz yelkalarga bitta qarab qo'yamiz. Bu safar bir oyda 4 mashina olib keldik. 4 mashina olib keldingizmi? Iyunicha 4 mashina. Haligi bir mashinasi kelmasdan ketib qoldi, haligi. Kelishi bilan ketdi. Ayibxon telefon qilganda biz akalar syomkada bo'lib qolyapmiz, shu bilan kelolmay qolyapmiz xullas. Birimiz vaqtimiz to'g'ri kelmayapti Ayibxon. Aka. Nasib qilmayapti. Nasib bugunga ekan. Bugunga. Bu yerda hozir limuzin nechta? 14 bosh aka. 14 bosh. Adan kirib orqalarini olsam bo'ladimi Ayibxon? Bemalol aka. Mana hurmatli obunachilarimiz, tumshuqlarni tozaligini qarang bularni. Bular vobshim beyozor akalar, mana birinchi marta ko'rib turgan novvoslarim, bular odamni yaxshi ko'radi bular. Qo'lga o'rgatilgan bo'ladi. Korobkalarini bitta ko'raylik akalar. Yaqindan olib beramiz sizlarga. Mana qarang. Ayibxon, bular kepay deb o'ylashimcha shetda ko'rdi. Ha aka. Voy, babaqasini qarang. Aka 100%, ha? To'g'ri, 100%. Ancha yaxshi bularni. Mana qarang akalar. Voh, mashalloh. Buni ovozga olgandan keyin akalar birinchi, ikkinchi oyda aka foydani ko'zlaymizda. 1 yil boqqan odam 1 yillik foydani keyin 12 oyga bo'ladi. Ana shunda keyin akalar foydani oyiga qanchadan qolganini ko'rasiz akalar. Buni korobkani qarang. Ayibxon qarang, shu quruq o'tdan shuncha dumba chiqib ketdi moldan. Uni qarang. Bularga aka mehr berib chiroyli boqilsa, agar dahshat mollar bo'ladi. bir mahal cho'miltirib va qashlab tanalarini yayratib akalar to'yguncha yemini berib g'ovda tem bo'lib, bunga arqon tush xato aka bularga. Boqadigan bo'lsangiz buni ovozlar zo'r bo'ladi. 1,5 tonna, misol uchun 2 tonna limuzinlarda qo'yishadi. Akalar nimaga? YouTube'larga ko'ramiz, havas qilamiz. Mana shu novvoslar ko'taradi. Ham uzun bo'ladi akalar bu, ham angusga o'xshab yo'g'on bo'ladi bu novvoslar. Buni orqasini qarang. Keyin Ayibxon bitta narsada limuzinni semental nimaga qo'yishyapti ekan, sigirga yoki boshqa nimalarga 500 mingdan qo'ydiryapti ekan bitta limuzin tozasi. Yaxshi. O'zini yemini qoplayapti ekan. 500 ming emas, 300 mingdan qo'yib tursan, aka. Aqalani qarang. Voy. Mashalloh. O'zi katta firmalarga aka semental limuzin sharalar novvos qo'yapti ekanda. Smeshin chiqyapti mollar. Eng hadovoylari mana shular. Shulardan bola yaxshi chiqyapti. Mana akalar eng kichkinasi mana shumi? Orqasini qarang. 2 dona shu kichkinasi bor aka. Orqani qaranglar. Aqa-baqa yuvoryapti, yuvori. Bo'ldi, hozir bu akalar mana salqinday varianti. Endi hozir optudek variantni olamiz. Ayibxon, eshik ochib yuboring. Bo'ldi. Iloyim akalar, hammamiz uyimizga mashina qilib kirib borsin mollarimiz. Voy, mana buni qarang aka. Akamiz yetibdi, Ayibxon. Ha. Limuzin ovoz turgan sari narx oshib borar ekanda uyda. Shunaqa. Turgan sari. Tashqariga chiqib yana ham ochildimi aka? Ha. O changitib bordi hamda. Baga haydab boring aka bularni. Mana hurmatli obunachilarimiz, maylar, changitib olishdi. Mana ko'ryapsizlar. Yap yangi edi ustilari, endi kirib oldi. Haydanglarchi.
Mayli. Chang tiysa ham baribir limuzinu. Ha qarang. Radumaladi aka buni hozir bor. Qasini qarang. O'zidan birinchi korobkasi ko'ndiydi molni qarang akalar. Voh, mashalloh. Yo, bunisini tanlaysizmi akalar? Qarang. Bo'ynidan katta buni orqasi akalar, buni qarang. Aka ko'zni yumib turib tanlashaveradi aka. Ha, baribir zo'rini chopaveradi. Voy, malades. Son nechta dezayib xonlar? 14 ta aka. 14 ta akalar. Mana hammasi o'zini oyog'ida yuribdi. Cho'g'onani bu narsa bo'lgan yo'q. Tumshuqlargacha ko'rdim akalar. Taniq. Ishlarni ham ko'rib qo'ydik. Bu hamma pervetkalarda bo'lganda, ekologiya karantinga tushirib olib kelasizlar, dastlari. Muammosi yo'q mollarning. Keyin bular qanaqa kelar akalar? Stagosda deydimi? Skatovoz aka. Unda anaqa sirey bo'lib kelar ekan mollar. Bemalol arada dam oldirib, suvni berib, shunday ekan. shuni hisobiga akalar tanasi chiroyli keladi. Charchoq alomatlari kamroq bo'ladi bularda. Ayxon qaysi kun kelib keladi bular? Bular aka 2-iyul kuni kelgan aka. 1-iyul kuni kelgan. 1-iyul bo'lgan bo'lsa, bugun 9-iyul. Demak, hamma naqalarni tekshirib olibsizlar-da aka, 100% ekan. Tekshiruvlardan yeyish, ichish, uxlash hamma yog'i tekshiruvlardan o'tdi. Bo'ldi. Ayxon biz obunachilarimiz kelsak, siz bo'lasizmi bu yerda? Savdoda? Aka bo'lamiz, chetda. Bo'ldi gap yo'q. Qani bu savdoni boshladik. Soniga 14 bosh. Pasi necha puldan boshlanyapti endi aka? 42 dan boshlayapmiz aka. 42 milliondan nechta olamiz? O'sha 2 donasi bor aka, kichkinasi bor. 2 dona? Yana xayri bor, kelsa. Ayxon 80 million pulim bo'lsa, ikkalasini olamanmi? Bering aka. Bo'ldi. Hozir berasizmi? Voy, tezsiz ayxon. Bering. Voy, mashalloh, zo'r insonda bola. Xo'p, akalar 40 milliondan ikkita olaman degan topirlarni esda keyin bor. Muhriddin aka ajrating ikkitani. Qani o'zi ko'raylikchi. Keyinchi nima Ayxon? Tepasi qanaqa bo'ladi? Mana mo'naqa o'xshaganlari. Tepasini mamlaqalari beramiz aka. Qancha? 46 qilib beramiz. Ha, 46 ta? Xo'p, 5 ta zo'rin tanlab olsang qanchadan bo'ladi? Men xolis gapiryapman, kelishib ol, nima qilganmiz bizlar. Ko'z mo'jal, obunachilar nomidan. Xom savdo deydimi? Bo'l, kelib tanlashaversin aka. Ustida gaplashaylik. Ustida gaplashamizmi? 5 ta zo'rin, ha? Mana bunaqa ajratib beramiz, akalar. Aka, любой время naqd qarang, robkani qarang. Qarang, 1, 2, 3, 4, 5. Kakras yig'ildi-yu, ha? Mana 6-bonus aka. Yelkani qarang. Buni arqa bo'ynini aqasi joyi bo'ladi aka. Yelga 2 ga qopqoq bo'linib qo'ygan bo'ladi-da. Qarang. Aka, ajoyib. Hamma vaqt naqd shirin. Naqd shirin. Naqdi bilan kelishsin aka. Yana ham tushiraveramiz aka. Hozir ertaga narxlar bo'lmaydimi? Inshaalloh aka, chiroyli qilib beramiz. Bo'ldi gap. Endi qarang Ayxon. Xo'p. Tanlab olishda 46 million kam bor deyapsiz. Mana uni qarang. Mana shuni tanlayman deb oxiri bor. Mana uni qarang akalar. Hali bola ekan-a bu. Bola aka. Bu kuray chiqarsa bittagan biz bo'yib qolsa kerak-a. Buni endi ha deb maqtasangiz ham bo'lmaydi aka. Yo'q, maqtagan yo'q, tavsiya menda shunaqa qattiqroq bo'ladi. Yaxshi ko'raman. Akalar, syomkani uzum kelmayapti avvaloyo, endi adang angustamiz bor ekan. Ayxon hammasini men oldimga. Bo'l. Qancha? 45 dan qilib beramiz. 45 dan, ha? Dastavka. Kelishtirib gapiringchi yana aka. Bo'ldi, kelishadigan joyi o'sha ustida aka. Ha, ustidami? Mo'ljal shu. Ha, mo'ljal shu, mo'ljallab olaylik aka. Ha, qolganini yuzma-yuz gaplashib olamiz. Bo'ldi. Hurmatli obunachilarimiz, kelaverasizlar, mana qo'ldan kelgan narx-navorni. Savdosi bor ustida aka. Yaxshi. Lekin bularda aka dekabrgacha boqib qo'ygan odam bor-ku. Maza qilib olsa kerak-a. Olishsin, boqsin aka, dehqonlarimiz buni foydalanishsin aka. Tayyor variant. Yo'q. Sizlar birinchi qo'la? Albatta aka. O'zlar olib kelasizlar-da. Endi birinchi qo'l qanday aka? U Belarusiyadagi fermadan keyingi birinchi qo'l biz aka. O shunaqada, shunday aka. Olib kelgan demoqchiman-da. Mashalloh. Bo'ldi aka. Bo'sh turgan hurmatli obunachilarimiz, 9-iyul 2026 holatiga mana shu videoni Instagramga qo'yib yuboraman.